Hopla! Çatak bo'ldi. Men yosu uzamisam, bu paltini qandoq olaman? Voy esi. Uyda Kesaljon onam, och qo'saq bolalarim mangli qarashliq edi. Mana endi paltam yo'q bo'ldi. Kesaljon onamni qandoq davolataman? Och qo'saq bolalarim endi nimami ya? Dunyoda mendekmi betaylay odam bormidi? Endi qandoqmi qilaman? Astagfirullah. Nima karamet bu? Göğsünü kaynat ketdi bu. Neymiş bu? Assalomu alaykum. Ve aleyküm esselam. Qo'rqma o'g'lim. Men mushukilning muakkili bo'laman. Odamning ko'nglini azgidek yig'lab ketdim. Shuni men bu yerga chiqdim. Menga aytqina, sana zodi nima ish bo'ldi? Biz bir uylik cho'ng kichik hammamiz men o'tin kesib sotgan ozg'ini pulga tayanib tirikchilik qilibdik. Boya o'tin kesib olsam, paltam ehtiyotsizlikdan qo'limdan chiqib ketib ko'lga tushib ketdi. Mana endi paltam bo'lmasa, men bola chaqamni qandoq boqaman? Kesaljon onamni qandoq davolataman? Mana mushularni o'ylab, ko'nglim bakli yerim bo'lib yig'layapman. Haqiqatanmi onangga kuyimchan, bolalaringga mehribon odam kelsan. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Men sana yordamlashib, paltangni tepib beray. Sen meni birdam saqlab turg'in. Ma'qul. Qara o'g'lim, bu sening sochib ketgan paltang shumi? Yo'q, bu mening paltam emas. Mening paltam bundoq oltin palto emas. Ham bundoq chiroyli emas. Mening paltam odatdagi bir temir palto edi. Ha, bo'ladi. Undaqda men yana bir izlab baqay. Bo'ladi. Sizlarni avar qiladigan bo'ldim. Mana bu sening paltangmi? Yo'q, bu mening paltam emas. Mening paltam bundoq chiroyli kumush palto bo'lmasdan, balki ko'ndirab ketgan palto edi. Bo'ladi. Men yana bir kirib izlab baqay. Oldinlarda baxijilman. Paltam tepulami zodi. Bu sening paltang shumi? Shundoq. Bu dal mening paltam. Dal o'zi. Rahmat sizga. Rahmat. Haqiqatan rostchil odamkansan. Sening samimiyating meni ta'sirlantirdi. Shundoq bo'lg'achqa, bu oltin palto bilan kumush paltonimi sana sovg'a qilay. Rahmat sizga. Ko'p rahmat. Men qilgan bu yaxshiliklarni hargizmi unutmayman. Shundoq qilib, ko'l muakkili bu oltin palto bilan kumush paltoni menga sovg'a qildi. Tova, shundaqmi ish bo'ladi ekan-a? Muborak bo'lsin. O'zlari oq ko'ngil bo'lg'achqa, shuning loyiq mukofotga erishibdilar. Bumi bo'ladigan ishkan bu. Maqaday erishgan paltlarga men nimiga erishamaydi ekanman? Men bir sinab baqay. Dal musha. Odam yo'qkan. Boshlasam bo'g'idek. Mana paltamni hech kim ko'rmas suv tashlab oldim. Amlikni toza kelishtirib bir yig'lasam, oltin palto bilan kumush palto mening bo'ladi. Voy paltam, voy mening paltam. Endi men qandoqmi qilaman paltam? Xotin bolalarimni qandoqmi boqaman oltin paltam? Kesaljon onam bor edi emasmi o kumush paltam? Voy paltam, men qandoq chidayman paltam? Voy paltam. Voy paltam. Rastları geldi o. Göl vakili geldi. Altın palto bilan kumush palto geldi. Assalomu alaykum o'g'lim. Sana nima ish bo'ldi? Va alaykum assalom.
Mening oltin paltam suvga tushib ketdi. Menga yordam qilib izlash basla bo'lamdi. Undaq bo'lsa, birdam saqlab turg'in. Bu sening suvga tushib ketgan paltang shumi? Shundoq. Bu mening paltam shu. Dal o'zi shu. Men qaytirib berang. Ha? Men qaytirib berang. Men qaytirib berang. Men qaytirib berang. Voy yolg'onchi oshko'z. Bu sening paltang emas. Amaliyotda mana bu koni palta sening. Meni bilmaydi deb qoldingmi? Ha? Oshko'zlik sening aql ko'zingni to'sib opdi. Sendek yolg'onchi oshko'zga hech kim yordam qilmaydi. Paltini o'zing tepib ol. Niyat yomonning qozini to'sh degan mana mushu. Xayri xo'sh. Unda qilmang, oltin paltini menga berang, menga qaytirib berang. Unda qilmang, oltin paltini menga qaytirib berang. Endi oltin palto turmoq o'zining ko'mir paltisidan qurib qoldi. Voy esib, qandoqmi qilaman? Qandoqmi qilaman? Agar yolg'onchilik qilmagan bo'lsam, mushkulga qolmagan bo'lardim.